Oshto'g'a nima gaplar endi? Xudoga shukr, mana bugun yakshanba bozor. Qo'y bozorida olyapmiz. Bizning nomimizdan biz o'zi hech kim bas bo'lsa, bizning nomimizdan Diyor Bedolda kelsangiz qo'ylarni juda yo'lda qilib beradilar. Yaxshi qo'ylar bor. Qo'ylarda iltimos birodarlar, 4 ta oyog'i bor xolos. Buni 5 ta demanglar. 5 ta demanglar. Mana uni pulda olgan, o'sha qo'yda oyog'ini 5 ta degansa 5 ta demanglar. Qo'yda 4 ta oyog'i bor. Tushunayotgan bo'lsangiz keling, nima deyotganim bor. Negativ yozganlar nima deysiz? Mana sizga ham, menga ham negativ yozishibdi. Mana kamrat bozorda yurganlar ko'pincha negativ yozishdi. O'shaqa bir xilgilari bor-da, sigaretni harom samali ko'zimga qo'lini tiqib olganlar bor. Nafsiga malol keladi bu gaplar. U siz bu negativ yozasizmi, yozmaysizmi? Sizga bu gapim malol keladimi, kelmaydimi, buni gapiramiz. Ko'chani o'sha ko'laganingizdan keyin 5 kunga ruxsat beriladi, 5 kundan tashqariga noma'ya amalingizga gunoh yozilib turadi. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar yamab qo'ying, birodar. Tushundingizmi? Biz-ku mayli eplab olamiz. Katta opoqalar, hojadalar bor, yiqilishyapti. Siz unaqa menga farqi yo'q, siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Xato qildingizmi? Gapiramiz. To'g'ri. Ko'ladingiz, kran tushirdingiz, kanalizatsiya olib keldingiz, svet olib keldingizmi? 5-4 kun mayli trambobga bo'lsin. Keyin o'sha yerda yamab qo'ying. 2 milliardga uyga quryapsiz-ku, ha. Vannalaringizga bir balolarni yopishtiryapsiz, ha, boshqasiga. Ko'chani ham yamab qo'ying. Harom ish qilasiz, bilib qo'ying. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, birodar. Shuning uchun yana oldingi mavzuda ham aytamiz. Birovning haqqini yeb qochib yurgan